Men o'zim ham maktabni tugatgandan keyin san'at kollejiga o'qishga kirganman. Shu kollejga o'qishga kirdim. Dadam aytdilar-ki, onamga bolangga dedilar, bitta kostyum shim olib bergan. Bu san'atkor bo'ldi dedilar. Onam bilan bozorga bordik. Bozor to'la kostyum shim. Menga kostyum shim yo'qda. Onam aytdilar, "Mana shu kostyum shimni berib yuboring" dedi. Shuni oldim, kiydim, kostyum shim shunaqa katta. Mana yelka bori, tirsagimga keladi-da. Shu darajada katta-da. Onamga aytdim, "Qalay ona, yaxshimi? Bu sal kattaroqmi?" desam, onam aytdilar-ki, "3 yil kiyasan loyiq bo'lib ketadi." Bu loyiq bo'lmaydi, yo'qmi? Katta bu dedim. Kiyib loyiq bo'lib ketadi. Endi men kollejga kiyib boryapman. Men yurishim mana shunaqa oddiy. Men mamlaqalardan boryapman-da. Kattada kostyum shim. O'rtoqlarim so'radi, "Qayerda olding buni?" dedi. "Bu Amerikadan kelgan stilda, bu stil" deyman. Bu iloji yo'q, bu hech qanaqa Amerikadan kelgan, bozorda olganmiz uni. Men 3 yil kiydim, men kostyum shimni yenga olmadim. Oradan 14 yil o'tdi. Uyga garderobga chiroyli turibdi kostyum shim, shunday bordim, shunday kiydim. Onamga ko'rsatib, "Qarang, olib bergan kostyum shimingiz hali ham kattada" desam, onam, "Hali katta odam bo'lib ketasan, loyiq bo'lib ketadi" deydilar yana. O'sha kostyum shim bekorga ketmadi. O'sha kostyum shimni Hamdam Sobirovga berdim. Mana bitta odamni qanaqangi mashhur qilib olgan. Hamdam Sobirov stilni mendan o'g'irlagan. Kollej tugatgandan keyin san'at va madaniyat institutiga o'qishga topshirdim. Ana endi o'qishga topshirsangiz san'at va madaniyat institutida o'qiganlar biladi. Domlalar bir qator o'tiradi, she'r, monolog, masalalar so'raydi. Bormi dedi, bor. Aytdim. Ana endi o'qituvchi aytdi-ku, menga tishingni ko'rsat dedi. Sizlar kallaga qarab olmaysizlarmi dedi. Tishda dedim, u stomatolog ko'ra, ana mol bozorlarga ko'rardi dedim, u qanday tishda? Ko'rsat tishingni dedi. Aynan tishini ko'rsatdim. "San" dedi, men bu yerda ikkita o'g'ri tishim bor edi. "San" dedi, "yaxshisi" dedi, "Qo'g'irchoq teatriga topshir." Nimaga dedim? "Pardan orqasidan ko'rinmaysan, mana qo'g'irchoqlarni o'ynab turaverasan." Aktyorning tishi dedi, chiroyli bo'lish kerak, aktyor dedi. Ana endi o'qishga topshirdim. İmtihon javoblari chiqqan, 68 10dan 9 ball olib, shunaqangi yiqilganman. Bil aralash pochka bilan tushganman-da. Bu super gantiragan qilib bo'lmaydi-da uni. Oldin yiqilish uyat edi-da. Yiqilib, o'qishdan yiqildi deb viloyatga ketish uyat edi. Men shunday xafa bo'lib, yomon xafa bo'lib chiqib ketayotdim. Bir aka keldi, "Elbek" dedi. "Ha" desam, "Bizni o'g'ilcha ham o'qishga topshirgan, shuni bal javoblarini bitta ko'rishib borasizmi?" dedi. O'sha payt telefondan ko'rib bo'lmasdi. "Mayli aka" dedim. U akani qarindosh urug'idan birinchi marta o'g'li o'qishga topshirishi ekan. 3 damas bo'lib maddat javobini ko'rgan kelgan. Amma, xola, tog'a, buvisi, bobosi hammasi kelgan. "Ko'rishib boring" deb bo'pti dedik. Birinchi doskani ko'rdik. Hamdami F dedi, yo'q. Ikkinchi doskani ko'rdik, yo'q. Uchinchi doskani ko'rdik, yo'q. To'rtinchi doskani ko'rdik, yo'q. Otasi ham o'g'liga qarab, "O'zi o'qishga topshiruvdingmi?" dedi o'g'li ham. "Ha, dedi. Ko'ryapmiz. 8 ta doskani ko'rdik, yo'q bolani, ismi familiya. Bitta doska qolgan. O'shani ko'rsak aniq bo'ladi." Bunda qarasam bitta doska turgan ekan. O'shani borib ko'raylik dedik. Shunday borib Hamdam F'ni izlaymiz. Shunday ko'rib shu pastga kelgan payti Hamdamov F deb 9 ball olgan ekan. 9 ball ham oladimi? Umuman yechmasangiz davlat test markazining o'zi buni kallasi yo'q ekan. Bu o'zini osib-posib o'ldirib qo'ymasin dedi, 25 ball qo'yib beradi. 9 ball ham oladimi? Buni maddat javobini kelgan qarindosh urug'ining soni buni balidan ko'p. Onasi janjal qildi-yu. Bunaqa bolani borida yo'q, yaxshi, kerak emas. 3 yil repetitorga qatnab 9 ball oladimi? Kerak emas, deydi dadasi. "Jam xotin" dedi. Aka yomon ekan dedim, hozir bu hal qiladi bu aka dedim. Aka ham shunday turdi-yu, "Xotin jim" dedi. "Jon degan topshirmaganda shu balam yo'q edi" deydi.
o'qimagandan keyin shunaqa bo'ladi-da aka, o'qisa yaxshi bo'ladi-da. To'g'rimi? O'qimagandan keyin o'qituvchilar bunaqa urib chertgandan keyin mana shunaqa bo'ladi. Bir milliarder Elon Musk shunaqangi puli ko'p odamda. Juda ham puli ko'p odam. O'sha odam dam olgani chiqsa, o'zi bilan 2 chemodon kitob olib olar ekan. Nimaga olib olasan desa, endi yangiliklar bo'lib qoladi. Nimadir yangilik bo'lsa, insoniyatni hayotini osonlashtiramiz, yordam qilamiz, yangiliklar ustida ishlaymiz. Shuncha puli bor odam. Bizakilar qanaqa? Dam olishga chiqsa 8 kilo go'sht oladi. Oylikda endi pulni so'ramang, bir 80 million qarzam bor, kreditim bor. 2 blok pivo, aroq oladi, dam olishga ketadi. Kitob yo'q. Ha desa, "Eng 4 kunlik dunyoga yashaylik" odam o'yladi ketadi deydi. Bunaqa degandan keyin beshikdan to qabrgacha ilm izladi, to'g'rimi? Bizning hayotimiz qanaqa o'tib ketyapti? Beshikdan to qabrgacha pul izlab o'tib ketyapti-da. Rahmat. Rahmat. Haqiqatan bolalarimizni o'qitaylik, yaxshi insonlar bo'lsin, olimlar chiqsin. Chunki bu O'zbekistondan katta-katta olimlar chiqqan, yana chiqish ehtimoli juda katta. Mana er-xotinlar tashrif buyurgan, baraka topsin. Er-xotinlar xursand bo'lamanki, tashrif buyurgan oilada sevgi, muhabbat bo'lsa, oila boshqacha bo'ladi. Oilaga fayz, baraka kirib keladi. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov yozuvchining bir ajoyib gaplari borki, kosmik kemalarni o'ylab topdik. Yerni tagiga suzadigan kemalarni o'ylab topdik, lekin haligacha ayol psixologiyasini o'ylab topolmadik degan. Haqiqatan ayollarning psixologiyasi mana ertalab boshqacha bo'ladi. Abitda boshqacha bo'ladi. Kechqurun qo'liga 1-2 so'm bersangiz, kechqurun vashi boshqacha bo'ladi. Tushunish qiyin-da. Er-xotin hech bozorga tushganmisizlar? Men ancha paytdan beri keliningizga bir palto olib beraman deb bozorga tushdim. Voy, ayol kishi bilan bozorga tushish azobda. Shuna bozorga kirishimizga ikkita palto magazin turibdi. Hamma paltolar kiyib ko'rdik. Men ham oraga kiyishib ko'raman, tezroq ko'rib boshqasini ko'raylik, olib ketaylik degan ma'noda. Bozorda aylandik, endi Chinni bozorga ham bitta o'tdik-da. Bu Chinni bozorga palto bo'lmaydi, o'zi bilsanglar. Bozorda aylan oxiri magazinlar yopilyapti. Oxiri olar edim, yana o'sha magazinga keldik-ku, bitta paltoni oldik, oqini qorasini kiyib ko'raverdi. Oxiri qorasi ma'qul bo'ldi, uyga kelib ham 20 marta kiyib ko'rdi. Uxladik, ertalab turib qarasam yana kiyib mashina qilib yotdi. Nima gap desam, dadasi shu bu chota bo'lmadi, shu oqiga almashtirib kelamiz-o deydi. Magazinga kelib almashtirgan kelsam, mendan boshqa bir 20 ta erkak kelgan, ha desam palto almashtirgan aka bizni ham deydi. Ayollarning xarakterini tushunish qiyin-da. Mayli bizlar rozi qilishimiz qiyindir. Dunyoni 3dan 2 qismini egallagan Iskandar Zulqarnaynning xotini shunday degan ekan. Sanga tegib nima ko'rdim degan ekan. Iskandarni ham jahli chiqib turgan ekan, menga tegib qilichimni ko'rding deb. Jangchi bo'lganda u, sarkarda bo'lganda, haqiqatda ayollarni yaxshi ko'rish kerak, chiroyli gaplar gapirish kerak, sevish kerak, muhabbat baxshida etish kerak. O'shanda ayollar yaxshi ko'radi. Bir ayol ham eriga aytayotgan, "Dadasi, siz oxirgi paytlar menga qaramay qo'ydingiz, romantika qilmay qo'ydingiz, dadasi. Men sizdan juda ham xafaman. Men oldin sayohatlarga olib borardingiz, gullar, shokoladlar olib kelardingiz. Bu kimnidir topganda menga e'tibor bermayapti" desa, eri ham shoirona ekan. Shoirona gapiribdi. "Xotin debdi, xavotir olma debdi. Men imzo qo'ygan qalbga boshqa bittasi hikoya yoza olmaydi" desa, xotini ham, "Ha, shunaqa qilib yuraversangiz bitta yarimtasi roman yozib ketaki, yurasiz roman qahramonlarini izlab" degan. Ayollarni haqiqatdan o'zgartirish boshqacha-da. Bunaqa desangiz ham tushunmaydi, bunaqa desangiz ham yarim kechasi ayolga telefon bo'libdi. "Alo, assalomu alaykum, 3:30. Bezovta qilmadimmi?" desa, ayol ham,
Yo, bemalol abid qilayotgandim debdi. Bu hayvonlarni himoya qilish markazimi? Desa ayolam, to'g'ri tushding, eshak, seni kim bezovta qilyapti degan ekanda. Erkin Vohidovning ajoyib she'rlari bor. Ayol xatosidan kulgan xatodir, tortishgan undan-da ulkan xatodir. Ayol hech bir bahsda yengilmas tilsim, uni faqat sevib qilurlar taslim. Haqiqatan ayollarimizni yaxshi ko'ramiz. Er bermoq nima? Ayollar shu joyini shartda bilasizlar, yodlab olgansizlar. Jon bermoq deb aytaveradi. Bir kun ishdan keldim, mana shu kostyumimga bitta tim qora soch yopishgan ekan bor. O'zi ham mana shunaqa o'ralib olgan. Shuni uyga kirib keldim. Keliningiz ham o'sha sochni ko'rib qoldi-yu. Shuni oldi-yu. Kimni sochi bu dedi. Uyda bitta o'zingiz bo'lsangiz qo'rqar ekansiz xotindan. Mana sochni bahonasi ham yo'q-da. Kimni sochi bu dedi. Men o'ylayapman, kimniki edi-ya bu? Kimniki deyapman. Ama bilmasam qayerdan bilay dedi. Yo, kimni sochi deyapman dedi. Men bilmasam dedim. Tashqari shamol to'polon dedim, ko'z dedim. Shu yerdan shunday ko'tarilgani dedim. Ay borimday aylanib kelib shu meni kostyumimga qo'nganda xotin dedim. Shuncha erkakni kostyumiga qo'nmasdan sizni kostyumingizga qo'nadimi dedi. Xotin meni kostyumim yopishqoq dedim. Yo, tushunmadim, kimni sochi? Men bilmasam. Men topaman buni. Qayerda topasan? Ekspertiza qilib bo'lsa ham topaman deydi. Menga desa, dinka qilmaysanmi dedi. Bor qayerga borsang bordim. Qayerdan topadi opa? Hayotda topolmaydi. Bu sochni egasi yaqinga Turkiyaga ketdi. To'g'risida sizlar noto'g'ri tushunmanglar. U bir otel ochgan bir tikuvchi opani kostyumini olib borgan, shu perdelka qilib bergan. Mana 19-kvartalda 2-podez 43-xonadonda yashaydilar. Bunaqangi bu noto'g'ri tushunmanglar. Agar dunyoda ikkita xiyonat qilmaydigan erkak bo'lsa, bittasi men. Ikkinchisi mana shu yerda o'tirgan Nodar akam bo'lsalar kerak. Turing. Yaxshilab ko'rib olinglar. Yo'q, xiyonatdan yuradi mana. Hammamiz o'tiribdi ustozlarimiz. Xiyonat qilish bo'lmaydi akalar. Er xotin hazil-huzul gapirib, chiroyli gaplar, hazil-huzul bo'lsa oilada baraka bo'ladi-da. Bir kun keliningiz menga SMS yozib yubordi. Dadasi, bugun payshanba, kelishingizga 4 kilo sariq sabzi olib keling. Zuhra men bilan deb SMS yozib yubordi. Men ham yozdim. Tushunmadim, Zuhra kim dedim. Dadasi shu SMS'imni o'qiysizmi, yo'qmi? O'shaning uchun Zuhrani qo'shdim dedi. Hayron qoldim-da, xotin, Zuhra men bilan-ku dedim. Tushunmadim dedi. Nimani tushunmaysan dedim. Qayerdasiz dedi. Sabzi bozordaman dedim. Hozir boraman dedi. 10 minutda kelaman degan odam 5 minutga yetib keldi. Qani siz dadasi, men sabzi bozorga keldim dedi. Keldingmi? Ha. O'sha yerdan 4 kilo sabzini odamga uyga qaytib o'rgim. Men ishxonadaman dedim. Erkaklarda makrida qachongacha ayollar tushirib yuradi, to'g'rimi? Ayollar yana bir psixologiyasi borki, erkaklarga bosim qiladi. Dadasi deydi, ha desangiz, siz shirin ovqat qilasiz. Siz ovqat qilsangiz-chi deydi. 1 gram ham qolmaydi. Bolalar ham maza qilib yeydi, mazza qilib o'tirishadi. Siz ovqat qiling-da dadasi deydi. O'sha agar ovqat qilsangiz, haftada 7 kun bo'lsa, 5 kun erkak kishi ovqat qilsa, kanishni erkak kishining qo'li shirin bo'ladi. Bir kun menga nima deydi? Dadasi deydi. Ha desam, uyda siz pilisos qiling-da deydi. Chang-pang qolmaydi deb qo'yadi. Chang qolib yo'qolib ketmaydimi dedim. Agar bir pilisos qilsangiz bo'ldi-da, har kun pilisos qilishingizga to'g'ri keladi-da. Bir Nobel mukofotini olgan aka uyda gazetalarni o'qib, mashina qilib o'tirsa, xotini uylan yig'ishtirib, dadasi, musirlar tashab keling debdi. Nobel mukofotini olgan. "O, nima deyapsan?" debdi. "Sen toming joydan, men bilasanmi, men buyuk olim, Nobel mukofotini olgan turk olimi aziz bo'laman. Kimga ish beryapsan sen?" desa, xotin pinagini ham buzmasdan, "O, aziz, bor, musirlar tashab kel" degan ekanda.
Ayollarga farqi yo'q. Mansabingiz, martabangiz qiziqtirmaydi. Ayollarimiz bor bo'lsin. Mana sevgi, muhabbatda bekorga aytmayapmanki, Boburiylar davomchisi Shohjahon o'zini xotini Mumtoz Mahalni shu darajada yaxshi ko'rgan, shu darajada sevgan, sevgi ramzi sifatida dunyoga mashhur Toj Mahalni qurdirgan. To'g'rimi? Ana haqiqiy sevgi. Mana shu yerda o'tirgan erkaklar bormi ichimizda birontasi bir haqiqatdan xotinni sevib, bir sevgi ramzi sifatida bir hech bo'lmasa paynit bo'lsa ham ochganmisizlar? Yer yo'q. Bormi? Yo'q, unaqasini topish qiyin, a? Ve hattoki parrandalar olami ham bir-birini yaxshi ko'rar ekan. Oqqushlar bir-birini shu darajada sevar ekan, biri vafot etsa, ikkinchisi o'zini o'zi suvga kallasini tiqib o'ldirar ekan. Mana haqiqiy vafodorlik. Men shu oqqushlarni vafodorligini o'zimizni erkaklarga o'xshatdim. Rostdan aka, bizning erkaklar ham oqqushlardek vafodor. Mana uydagi oqqush uyda turadi. Bir yoshroq oqqushni oladi-yu, shu issiq o'lkalarga uchadi. Turkiya, Dubay, Antaliya. Mana shunaqalarda uchadi. Ana uydagi oqqush sezib qoladi-yu, shoshma deydi. U Telegramdan dumaloqcha video tashlaydi. U qaydan sezadi? Dumaloq video tashlagandan soyasidan sezib qoladi yoniga boshqa oqqush borligini. Shoshmay turdi, "Kegin" deydi. Bittalar patingni yulama ikkalangni. Haqiqatda mana bo'rilar ham xuddi shunaqa ekan. Biri vafot etsa, ikkinchisi bo'ydoq o'tar ekan. Men o'zimning fikrim shu oqqushlar ham, bo'rilar ham xiyonat qilsa kerak. Prosta ularning xotini telefonni tushunmaydi aka. Telefonni tushunsa, u yomon bo'lib ketadi. Ayollarimiz baraka topishsin, hamma qo'shgani bilan qo'sha qarishsin, oilalarimiz tinch bo'lsin, baxtli bo'lishsin. Rahmat. Rahmat qarsaylagan. Men shu repertuar aytganini qo'ymaysizlar-da. Boshida odam kiraverib xalaqit qiladi, keyin qarsak chalaverib, kulaverib xalaqit qilasizlar-da. Ayollarimiz haqida bir mat ketib qo'yaymi ayollar? Mana go'zallikda bir-biridan qolishmaydi, pardoz andoz qilishdan hech tolishmaydi. Eng muhimi, turmush o'rtog'i, qo'ni-qo'shnidan nolishmaydi. Oppoq tongdek beg'ubordir xayollari. Mana shunday o'zbegimning ayollari. Rahmat sizlarga. Rahmat. Ulug'bek Kapur birinchi gol. Baraka toping. Rahmat aka. Gul, ya. Keyin gullarni olamiz. Boburjon jiyanim mana. Gullarni keyin olamiz. Mayli bitta san'atkorni chaqiraman men. Sevinchxon. G'alatsi. Marhamat azizlar, estradamizning yorqin yulduzi, sevimli san'atkorimiz Imronni qarsakinglar bilan taklif qilamiz. Marhamat.